Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi brifingda kadastr agentligi tomonidan respublikamiz bo'yicha amalga oshirilayotgan yer hamda kadastr nazorati tadbirlari xususida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, 2025-yil may holatiga respublika bo'yicha yer uchastkasini o'zboshimchalik bilan egallash bilan bog'liq 15826 ta yoki 872,9 gektar holat aniqlangan. Agentlik organlari tomonidan berilgan yozma ko'rsatmalar asosida 10.041 ta holatda 447,1 gektar maydondagi qonun buzilishlarini ixtiyoriy bartaraf etilishi ta'minlandi. O'zboshimchalik bilan egallangan maydonlarni qaytarish, noqonuniy qurilmalarni bartaraf etish haqida sudlarga 2814 ta da'vo arizalari kiritildi. Yerga oid qonun buzilish holatlari har doim ham ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lmaydi. Shunday holatlar borki, ularda yer bilan bog'liq jinoyat alomatlari kuzatiladi. Misol uchun, sug'oriladigan yerni o'zboshimchalik bilan egallab, unda qurilish qilganlik uchun to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik belgilangan yoki sug'oriladigan yerni sotish yoki uni qonunga xilof tarzda o'zgaga berish uchun ham jinoiy javobgarlik belgilangan. Yuqoridagi kabi yerga oid qonun buzilishi holatlarida jinoyat alomatlari kuzatilgan 384 ta ish o'rnatilgan tartibda hujjatlari to'planib, prokuratura organlariga taqdim etildi. Olib borilgan nazorat tadbirlarida 11873 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. Yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish loyihalaridan o'zboshimchalik bilan chetga chiqish bilan bog'liq 1874 ta, o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalarida qurilish ishlarini amalga oshirish bilan bog'liq 4885 ta, sug'oriladigan yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olinganligi fakti to'g'risida xabardor etmaslik bilan bog'liq 15 ta, yer tuzish loyihalaridan o'zboshimchalik bilan chetga chiqish bilan bog'liq 614 ta, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmaslik bilan bog'liq 4485 ta holatlar sodir etilganligi aniqlangan va bu shaxslarga nisbatan ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash holatlari bor va yer uchastkalaridan maqsadsiz foydalanish holatlari bor. Bu ikkala tushunchani bir-biridan farqlab olsak, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud bo'lmagan holda foydalanish hisoblansa, yer uchastkalaridan maqsadsiz foydalanish yer uchastkalarini ajratib berish hujjatlarida belgilangandan boshqa maqsadda foydalanish yoki belgilangan muddatlarda foydalanmaslik sanaladi. Joriy yilda respublika bo'yicha yer uchastkalaridan maqsadsiz foydalanish bilan bog'liq 2392 ta holat aniqlanib, 2389 ta holat yuzasidan hokimliklarga taqdimnomalar kiritildi. 3 ta holatda yer uchastkalariga bo'lgan huquqni bekor qilish yuzasidan sudlarga murojaat qilindi. Natijada 5318,8 gektar maqsadsiz foydalanilgan yerlar zaxiraga qaytarilishi ta'minlandi. Aniqlangan qonun buzilish holatlarini ixtiyoriy bartaraf etishga e'tibor qaratamiz. Kadastr agentligi jarima qilishdan ko'ra qonunda belgilangan sanksiyalarni tushuntirgan holda uning oqibatlarini bartaraf etishga ko'proq ahamiyat beryapti. E'tibor beradigan bo'lsak, 2025-yilning may holatiga yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallagan 9292 ta holatda fuqarolar tomonidan belgilangan muddatda ixtiyoriy bartaraf etilganligi sababli fuqarolar jami 104,5 milliard so'mdan ortiq ma'muriy jarimadan ozod etildi. Yana bir masalaga aniqlik kiritib o'tishimiz kerak. Bilamiz, hozirda respublikamiz bo'yicha hududlarda 937-qonun doirasida xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Qonunga ko'ra 2018-yil 1-mayga qadar huquqiy hujjatlarsiz yer uchastkasini o'zboshimchalik bilan egallab olib, yakka tartibda qurilish qilgan turar joylarga egalik huquqini berish nazarda tutilgan. Mazkur qonunda belgilangan, ya'ni 2018-yil 1-maydan keyin hujjatlarsiz o'zboshimcha qurilgan qurilmalar bo'yicha kadastr agentligi tomonidan davlat yer nazorati tadbirlari olib borilyapti. Ya'ni qonun doirasidagi aynan 2018-yil 1-maygacha bo'lgan bino va inshootlar bu dastur, bu ya'ni yer nazorati doirasida ko'rib chiqilmayapti. Yanada aniqlik kiritadigan bo'lsak, 2018-yil 1-maydan keyin qurilgan qurilmalar O'zbek kosmos agentligi tomonidan kosmik ma'lumotlar yordamida aniqlanadi va ko'rib chiqish uchun kadastr agentligining yer nazorat tizimiga yuboriladi. Aynan mana shu ma'lumotlar asosida agentlik inspektorlari tomonidan yer
kadastr nazorati tadbirlari amalga oshiriladi. Ya'ni aniqlangan, tahlil qilingan kosmik ma'lumotlar asosida 2018-yil 1-maydan keyin qurilganligi tasdiqlangan holatlarga yer hamda kadastr nazorati tadbirlari amalga oshirilyapti. Shunday ekan, 937-qonun talablariga mos bo'lgan holatlar bundan mustasno ekanini ma'lum qilamiz. Qadrli yurtdoshlar, kadastr agentligi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash va noqonuniy qurilish ishlarini to'xtatish kerakligini yana bir bor ta'kidlaydi. Fuqarolarimiz shuni yaxshi tushunib yetishlari kerakki, yer bilan bog'liq sodir etilgan qonunbuzilish holatlarini yashirib bo'lmaydi. Har qarich yerning nazorati bor. Yerlardan qonun doirasida va to'g'ri foydalanishni yana bir bor barchaga eslatib o'tamiz. Sizlarga mana shu ma'lumotlarni yetkazmoqchi edik. Salomat bo'ling.